Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Bugungi darsimizda olmali pirog tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi oliy navli un, shidrli margarini, smetana, shakar, xom, qabartma, tuz va osh sodasi kerak bo'ladi. Endi olmali nachinka tayyorlab olamiz. Semirinka olma, shunaqa mayda qilib kubik qilib to'g'ralgan, kukuruzniy kraxmal, limon sedrasi, shakar va ozgina suv kerak bo'ladi. Qozonchaga olmani sovolamiz, kraxmalni sovolamiz, shakar, suv va limon sedrasini ham qo'shamiz. Endi buni o'rta olovda qaynatib quyultirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan keyin xohishga ko'ra koritsa sovoramiz. Shunaqa suvi chiqadi ozgina. Suv chiqib, suvlarini tortgandan keyin tayyor bo'ladi. Nachinkamiz hozir quyiladi. Mana quyilib o'ziga keldi. Nachinkamiz tayyor bo'ldi. Buni sovutib qo'yamiz. Sovigandan keyin ishlaymiz. Mana ko'pirtirib tayyor qilib oldik. Endi bu massamizni bir chetga olib turamiz. Ungacha tuxumni ko'pirtiramiz. Endi ikkinchi ishimiz tuxum ustiga shakarni solib, buni ham oppoq ko'pik holatiga kelguncha ko'pirtirib olamiz. Mana tuxumni ham shunaqa oppoq ko'pik holatiga keltirib oldik. Oppoq qilib ko'pirtirib olgan tuxum ustiga haligi ko'pirtirib olgan massamizni sovoramiz. Endi ustidan smetanani solamiz. Qabartma solamiz, osh sodasi va chindan tuz va elab olgan unimizni ham sovoramiz. Mana unlarimizni sovoldik. Xohlasanglar buni qo'lda qorsanglar bo'ladi, xohlasanglar mikserda qorib olasizlar. Mana xamirimizni qorib oldik. Shunaqa yumshoq, qo'lga yopishmaydigan mayin xamir bo'ladi. Ko'ryapsizlar, shunaqa yumshoqqina xamir bo'ladi. Endi buni ozgina tindiramiz. 1 soatcha tindirib qo'ysak, xolodilnikda yana ham o'ziga kelib yaxshi bo'lib qoladi. Mana olmali pirogimizning xamiri ozgincha vaqt tinib turdi. Endi buni ikkiga bo'lib pishirib olamiz. Tagidagi xamirini sal kattaroq bo'lamiz, ustidagi xamirini ozgina kichkinaroq bo'lib olamiz. Xamirni dumaloq qilib ochib olamiz. Shu ko'rinishda ochib, 20 santimetrli qolipimizga shu ko'rinishda joylab olamiz. Va sovigan nachinkamizni ichiga solib chiqamiz. Buni ham dumaloq qilib ochib olamiz. Ustiga qo'yish uchun kerak bo'ladi bizga. Unlab ochamiz. Lentalarni kesib olamiz. Shu ko'rinishga keltirib olamiz. Kesib olgan lentamizni shunaqa ustiga qo'yib chiqamiz. Endi buni pishirishga gaz pechiga yuboramiz. Mana chetlarini chiroyli qilib tekislab oldik. Endi buni pishirishga yuboramiz. Qizib turgan duxovkamizda 160 gradusda 30-35 minut pishirib olamiz. Mana olmali pirogimiz pishib chiqdi. Endi buni ustiga saxarni pudra sepamiz. Mana olmali pirogimiz tayyor bo'ldi. Oralari shunaqa sochniy bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ringlar. Pisochniy xamir bo'lib, hammaga yoqadigan pirog bo'ladi.